141 yil dushanba oqshomida o'z yakuniga yetdi. Uyda 0-2. Hal o'z maydonidagi birinchi yarim finalda darvozaga faqatgina bitta aniq zarba bera oldi, lekin baribir tirik qoldi. Dushanba oqshomida ular Denga kelib, Millwall darvozasiga javobsiz 2 ta gol urib ketishdi. Raqibining mashg'ulotini xufiyona kuzatgan boshqa bir jamoa seshanba oqshomida masalani asosiy vaqtda hal qila olmadi. Middlesbrough birinchi o'yinni to'liq boshqargan edi. Southampton hatto bitta zarba ham bera olmagan edi. Bu safar qo'shimcha vaqt belgilandi. Shea Charles katta sahnaga chiqdi va Southamptonni finalga olib chiqdi. Middlesbrough to'liq ustunlikka erishgan edi. Millwall esa o'z vaqtini kutdi, lekin hisob bunga qarab o'tirmadi. Hull City Southamptonga qarshi. Wembley 23-may. 141, 142, 143. Sanoq davom etyapti. Davomi qiziq. Taqibda qoling.